Hammaga assalomu alaykum. 13-fevral kuni menda bir kunda o'zida ikkita holat bo'ldi. Bitta holatda 21 ming so'mlik mijoz yurdida, hozir pulni olib chiqib beraman deb olib chiqib bermadi. O'zim ham bildim unda. Shu holda tushib ketganini qiz bolaligi uchun men qattiq gapira olmadim, qattiq gapirgim kelmadi. Ikkinchi holatda bo'lsa, Abu Saxiy bozor ichidan zakaz tushgan. O'sha yerga qo'riqlash xizmat xodimlari aka bozor yopilyapti, ish vaqti tugadi, o'shaning uchun kirgiza olmaymiz dedi. Men to'g'ri tushunib, boshqa o'zimga qulay bo'lgan joyga borib mijoz bilan bog'landim. Mijoz meni oldimga kelishni xohlamadi. Shu bilan birga edi, buyurtmani bekor qilishni ham xohlamadi. Shunda men podдержкаga telefon qilsam, qo'llab-quvvatlashga telefon qilsam, ular hech qanaqa yordam bera olmasligini aytdi. Mana shu ikkala holat bo'yicha qisqa videolarini ko'rasizlar. Syomka qilib olgandim. Buni aslida yomon niyatda syomka qilmadim, tasodifdan shu to'g'ri kelib qoldi. Yordam bera olaman? Sen ham menimcha yordam bera olmasangiz kerak. Ikkita muammo bor. Birinchi muammo, hozir men bitta zakazda turibman. Mana shundan oldingi zakazni ko'rib bering, adashmasam 21 minglik bo'ladi. Hozir shunda 21 ming 500 so'mlik bo'lgan. Ana shu mijoz pulni bermasdan tushib ketdi-da, qanaqa yordam bera olasizlar? Naqd puldagi buyurtmalarni asosiy to'lovi faqatgina o'zingizni zimmangizda, shuning uchun asosiy qoplari berilmaydi. Xo'p, qarang, mijoz masalan aytaylik 21 minglik yo'l yurdi. Men 22 ming so'm pul oldim. Mijoz agar sizlarga e'tiroz qilib telefon qiladigan bo'lsa, 1000 so'm ortiqcha olganimiz uchun bizga chora bor, to'g'rimi? Xuddi shunday, diqqatli bo'lmaganligingiz sababli va ortiqcha haq olganingiz sababli, agar siz ustingizdan yomon sharh kelib tushadigan bo'lsa yoki yomon baho qo'yiladigan bo'lsa, buyurtmachingiz tomonidan albatta sizga ham chora qo'llaniladi. Endi nima uchun mijoz hozir uydan olib chiqib beraman dedi-yu, uyga kirib ketdi, mijozga nisbatan chora ko'rilmaydi. Men shuni so'ramoqchiman, xolos. Shu maslahat uchun men sizga vakolatlarim doirasidagi barcha ma'lumotlarni taqdim etdim. Bundan tashqari savollaringiz bor? Nimaga sizlarda shunaqa qanday yordam ko'rsatishim mumkin deyapsizlarda? Hozir men servis xizmatiga amal qilyapman, lekin sizlar shu servis xizmatiga o'zlaringiz amal qilmayapsizlar. Men mijoz aytgan joyga keldim, mijoz bilan bog'landim, iltimos qildim, qayerda turganimni aytdim, lekin iloji bo'lmayapti. Endi 17-fevral kuni Toshkentda ligaga chiqib deb turib, shuna Yandexga kirsam, reytingim 63 ga tushib ketibdi. Endi bu yerda o'z fikrlaringizni izohda qoldiringlar. Bu yerda kim to'g'ri qilgan? Men to'g'ri qilganmi yo Yandex to'g'ri qildimi? Yandexda mutasaddilari deymizmi? Shularga murojaatim. Nima uchun hamisha shofyorlar servis xizmatiga amal qilsa ham, amal qilmasa ham jazolanaveradi? Kimda qanday fikr bo'lsa izohda qoldirib, ushbu videoda do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Keyingi videoyim mana shu tushgan reytingimni qanaqa qilib ko'tarayotganimni sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Bugun sana 18 fevraldan boshlab reytingni ko'ramiz. Keyingi videolarni kuzatishda davom eting.